Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Mana bugun 31-dekabr. Yangi yil kuni ham biza yangi tovar keladi bizaga. Xudoga ming qatla shukr. Shu yil lekin anchina yangi tovarlar keldi. Bu chaponchamiz mana bu shu mashhur bo'lgan chaponchalardan. Kapishonli kostyumchalar. Kapishonli kostyumchalar. Tugab qolganda, razmerlar qolmaganda yangi partiyasi keldi. Hozir tugmachalik. Mana bu rangchasi вообще brendli deydi-ku mana. Shu narsa ancha kamayib qolganda mana 3 razmer keldi. Buni Velikani ham kelish kerak edi. Aylimcha Velikani ham kelgan. Muhammad Iso akamiz zakaz qilgandi shundan. Ha, buni aytib o'tmaymiz. Mana hurmatli mijozlar, kostyumcha. Sal videomiz cho'ziladi. Brendli kostyumchalar. Ular korotki turadi. Bu meni razmerim emas, hammaga sal katta ko'rinishi mumkin. Oldi tugmachalik. Yana bir xil rangi bor. Uni ko'rib qoldim. Bu вообще dahshat rangchi ekan menga. Yom yoqib qoldi. Buni qanaqa rang. Buni qanaqa. Buni ham kiyishim kerak. Darhol kiyib ko'rsatishim kerak buni. Brendli rangcha. Bundan kam ekan o'zi 2 donami 3 dona bu rangcha ekan. Mana bu razmeri menga bo'lishi kerak. Bismillahirrohmanirrohim. Ya. Buni qara. Rangchani qanaqa. Вообще dahshat ekanligi rangchasi haqiqatan. Nomer 1 ekan. Marhamat, hurmatli mijozlar, kimga kerak bo'lsa, bomba variant bo'lib kelgan. Tovarlar вообще bomba. Yangi yilga biz tayyor boshladik.